Vatandan kelgan uçurlar. Ürümchidagi ba'zi Uyg'urlarning uylariga ikkilik kod ishlatadigan nazorat asbobi o'rnatilgan. 2021-yili 6-oyning 12-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Ürümchidagi ba'zi Uyg'urlarning uylariga ikkilik kod ishlatadigan nazorat asbobi o'rnatilgan. Bu asbab asosliqi lagerdan qo'yib berilganlarning uylariga va Ürümchida uy ijara elib o'ltirayotganlarning uylariga o'rnatilganligi ma'lum. Ammo bu asbobning zodi nima uchun ishlatiladiganligi haqida aniq uchur yo'q. Ürümchidagi o'ltiraq rayonlarda 2017-yildan beri yo'lga qo'yilayotgan 10 oila birlik qilingan nazorat tuzumi hozirmi davom qilayotgan bo'lib, 15 bo'lgan aileler her kuni o'zi mas'ul bo'lgan uydagilarning ahvoli haqida ijtimoiy rayon ishxonasiga rasmlik uchur yo'llashi kerak ekan. Lagerlarga solangan va kesilgan Uyg'urlardan vaqti to'shqanlarning o'zi emas o'liki chiqmoqda. 2021-yili 6-oyning 14-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Aqsuning Shoyar noyisida vaqti to'shib lagerlardan qo'yib berilganlarning ichida o'lganlarning ko'p ekanligi ma'lum bo'ldi. Lagerlarga elib ketilib, keyin 4-5 yil kesilganlarning vaqti to'shib qaytib chiqqanlarning ba'zilari o'lik beti oilasiga qaytirib berilgan. Yangisardagi erlar asosan lagerlarga solangan. 2021-yili 6-oyning 14-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Yangisardagi erlar asosan lagerlarga solangan bo'lib, bir uydan tutilgan ayollarning erlari boshqa yurtlardagi lagerlarda bo'lsa, ayollari boshqa yurtlardagi lagerlarga qamalgan ishlar bor ekan. Undan boshqa lager doiralari lagerlarga qamalganlarning oila tavobatlaridan turmush puli bahonasida pul talab qilayotgan bo'lib, bu pulning oylik miqdori 500 so'm ekanligi ma'lum. Xitoy hukumati 7 davlat guruhining kishilik huquq xotirasiga bo'lgan tanqidni aybladi. Amerika ovozining 14-iyundagi xabariga qaraganda, yakshanba kuni ochilgan 7 davlat guruhi boshliqlar yig'inining oxirida Xitoyning kishilik huquq xotirasi tanqid qilingan bir bayonot e'lon qilingan bo'lib, Xitoy hukumati bu bayonotni ayblagan. 7 davlat guruhi bayonotida Xitoy hukumatini kishilik huquq va insoniy erkinlikni hurmat qilishga, bo'libmi Sharqiy Turkistonga aloqador masalalar, shundaqla Hong Kongning huquq, erkinlik va yuqori darajadagi avtonomiya huquqiga hurmat qilishga chaqirgan. Bayonotda yana Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar qarta elib olgan eg'ir kishilik huquq tafsanchiligi ayblangan va turli razil qilmishlari o'tirib qo'yilgan. Xitoy hukumati Belgiya parlament a'zosini Sharqiy Turkiston to'g'risida yolg'on uchur tarqatdi deb aybladi. Hindistonda chiqadigan Vion xabarlar to'rining 16-iyundagi xabarda deyilishicha, chorshanba kuni Bryusseldagi parlament a'zolari Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik xavfi to'g'risidagi ogohlantirishni tasdiqlagandan keyin Xitoy hukumati Belgiya parlament a'zosi Samuel Kogulatini yolg'on va xato uchur tarqatdi deb ayblagan. Parlament a'zosi Samuel Kogulat yozgan bu taklif Belgiya parlamentining tashqi munosabatlar komiteti tomonidan tasdiqlangan bo'lib, 7-oyning 1-kunidagi umumiy yig'inda isbotlandi ekan. Amerika va Yevropa ittifoqi Xitoyning Sharqiy Turkistondagi va Hong Kongdagi harakatiga qarshi hamkorlik o'rnatishga va'da berdi. Hindistondagi Ani xabarlar to'rining 16-iyundagi xabariga qaraganda, Amerika Yevropa birlashmasi boshliqlar yig'inidan keyin ikki taraf Sharqiy Turkiston va Hong Kongdagi bir qator masalalar to'g'risida Xitoyga tutgan muomalasida yaqindan maslahatlashish va hamkorlashishga va'da bergan. Ikki taraf seshanba kunidagi birlashma bayonotida Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizining vaziyatiga jiddiy ko'ngil bo'lganligini bildirgan bo'lib, chegara halqagan masalalarni tinchlik bilan hal qilishga chaqirganligini, shundaqla klimat o'zgarishi va kengayishiga qarshi turish qatorliq masalalarda Xitoy bilan
ijobiy aloqani moslashtirganligini o'ttirib qo'ygan. Xabarda yana Amerika va Yevropa ittifoqining Dunyo sahiyat tashkilotini Xitoy virusining kelib chiqishi to'g'risida ikkinchi bosqichliq tadqiqot elib berishga chaqirganligi tilga ilingan. Chex Kengash palatasi Xitoyning Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik qilganligini jakoladi. Xabarlar to'rining 16 iyundagi xabarda deyilishicha, Chex Kengash palatasi Belgiya parlamentidagi muhim bilet tashlashdan ilgari Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa oz sonli millat musulmonlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat elib borganligini jakolgan. 10 iyun 0 ga qarshi 38 ovoz bilan tasdiqlangan bu taklifda Xitoy hukumatidagi irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat, milliy kamsitish, madaniyat, diniy va siyosiy kimlikning bostirilishidan andish qildiganligi tilga ilingan. Taklifda yana Chex hukumatidan Xitoyda o'tkaziladigan 2022 yillik qishliq olimpik tanharkat musobaqasini diplomatik boyqut qilish talab qilingan. Rossiya bilan Xitoy munosabatida Uyg'urlarning o'rni. Amerika istixbarotining 2019-yillik dunyo miqyosidagi tahdidlarni mo'ljallash doklatiga qaraganda, Xitoy bilan Rossiyaning ittifoqdoshligi 1950-yillardan buyangi eng yuqori saviyaga yetgan bo'lib, ikki davlat o'rtasidagi savdo munosabati intayin kuchaygan. Bu ikki davlat o'rtasida manfaat jihatda ko'plagan o'rtoqliklar bo'lib, bularning eng cho'ngi Amerikaga bo'lgan dushmanlik. 6-oyning 15-kuni NBC xabar agentligining ziyoratini qabul qilgan Putin Uyg'urlar uchrayotgan qirg'inchilikqa ko'zini yumgan va Xitoyni ochiq-oshkora maqtagan. Hozirgi ahvolda Rossiya Xitoyga iqtisodiy jihatdan kuchlik bog'lanib qolgan bo'lib, Xitoyni ranjitib qo'ymaslik uchun mushundaq zo'r dunyoviy masalalardami Xitoy bilan bir safda turmoqda. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini Rossiya nayt yaxshi biladigan bo'lsa-mu, Xitoy bilan bo'lgan manfaat nuqtasidan Xitoyning jinoyatlariga ko'z yummoqda. Undan boshqa Putin bilan Xi Jinping har ikkilisi o'xshash diktator bo'lib, huquqni o'lgich o'tkazib berish o'yi yo'q. Shunga bu ikkisining shaxsiy do'stligimi bir-birining o'rnini mustahkamlash va o'z xalqini bostirishda bak muhim. Mushu sababdan Xitoyda yerimdan ko'proq xalq Rossiyani eng muhim davlat deb qarasa, 70% Rus Xitoyni Rossiyaning eng yaxshi do'sti deb qaraydi. Bu xil ahvolda Rossiya Xitoyning qilganlari oldida Uyg'urlar uchun haq gap qilishi mumkin emas. Bo'libmi Putin mavjud bo'ladi ekan, Xi Jinpingning qilganlarini madilashga majbur. Hozirgi ahvolda Rossiyaning Xitoyga bo'lgan ehtiyoji Xitoyning Rossiyaga bo'lgan ehtiyojidan zo'r darajada eshib tushdi. Hatto harbiy jihatdagi xarajat jihatda Rossiya yanada Xitoydan keladigan foydaga ehtiyojli. Uyg'urlar va Uyg'urlarning ona vatani izchil burunqi Char Rossiya bilan Manjuriya, keyingi Sovet ittifoqi bilan Qizil Xitoy fashizmi orasidagi turli munosabatlarda o'zining jug'rafiyalik va siyosiy afzalligi bilan hamisha jug'rafiyalik siyosatda geostrategik millat va geopolitikalik muhim o'rin bo'lishda afzalligini saqlab yurib, ikki davlat munosabatidagi nozik, sazgur, salmoqi bor va xatarlik cho'ng masala bo'lib keldi. Ruslar Manchang davrida 2 qatim, Cumhuriyet davrida 2 qatim davlatimizni munqarz qildi. Xalqimiz qul bo'ldi. Uyg'urlar hozirmi Ruslarga yaxshi ko'zda qaramaydi. Ammo tarixdan buyon Uyg'urlar Ruslar bilan qo'shni bo'lib, nurg'un jihatdan zich aloqada bo'lib keldi. Uyg'urlar ko'p jihatdan Ruslarga Xitoydan ko'p yaqin. Uning ustiga mayli Rossiyadagi Uyg'urlar bo'lsin yoki Qozog'istondagi Uyg'urlar bo'lsin, Uyg'urlarning kelgusi uchun bak muhim ahamiyatga ega. Agar kelgusida Rossiya bilan Xitoy munosabati dushmanlikka aylansa, Ruslar yanada Uyg'urlarni Xitoyga qarshi muhim qurol deb biladi. Shundaq bo'lg'achqa Uyg'urlar Xitoyga qo'shib, Ruslarni o'zining dushmani qilib olmasligi amal bor. Rus xalqining Uyg'urlarga bo'lgan haqqoniy tuyg'usini qo'lga keltirishga tirishishi lozim. Navbatda Rossiya bilan Xitoyning ittifoqdoshligi ko'rinishda nihoyat kuchli qilgan bilan bu vaqtlik ittifoqdoshlik qachongacha davom qiladi? Hech kim bir narsa deyolmaydi.
Xitoyning Amerikaga bo'lgan dushmanlikka kuchayotgan bo'lsa-mu, Xitoylarning Amerikaga bo'lgan intilishi va qiziqishi Xitoylarning Ruslarga bo'lgan qiziqishidan zo'r darajada ustun. Amerikada o'qiydigan Xitoylarning soni Rossiyada o'qiydigan Xitoylarninkidan mutlaq ustun. Rossiya Sibiriyadagi Xitoy nufusining tez eshishi va Xitoyning O'rta Osiyo davlatlaridagi ta'siridan bakma andishida. Uning ustiga Xitoy-Rossiya munosabatida Xitoylar bara-bara Ruslarning ustiga chiqib olgan bo'lg'achqa, Ruslar buni hargiz qabul qila olmaydi. Uningdan boshqa Xitoyning bir yo'l bir balvo qurilishi Rossiyaning Yevro-Osiyo iqtisodiy planini ziyonga uchratgan bo'lib, Xitoy bilan madaniyat jihatdanmi o'rtoqlik bo'lmagan Ruslar Xitoylar bilan davomli ittifoqdosh bo'lishdan bakrak g'arbga intiladi. Rossiya Shimoliy qutb rayonini o'z zimini hisoblaydigan bo'lib, bu yerga putini tiqishga boshlagan Xitoydan qattiq bearam bo'lmoqda. Rossiya Shimoliy qutbni yolg'iz tutib turish uchun g'arbning yordamiga tayanmasa, Xitoyga uttirib qo'ydi. Hozir Sibiriyadagi Xitoyning soni 500 mingga yetgan bo'lib, Rossiya buni qanday bir taraf qilishni bilolmay turibdi. Shunga mutaxassislar Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi so'g'uqchilik dal mushu so'g'uq Shimoliy qutbdan boshlanadi deb qaramoqda. Shunisi Putin hokimiyat ustida bo'lsa, Rossiyaning g'arbga yiqilishidan umid kutmak tas. Rossiya Xitoylar bilan ittifoqdosh bo'lgan muddatda Putinning Rossiyasi Uyg'urlar uchun hargizmi foydali bo'lmaydi. Erik yo'lidagi qismatlar. 8-qism. Suriyadagi hayot mamotliq paytlar. Suriyada 2011-yili bahorda Arab bahori qo'zg'algandan keyin Bashar Asad Misr rahbari Mubarakning yo'lini tutmay, Liviya rahbari Kazafining yo'lini tutdi. Natijada O'rta Sharqning bo'stonligi deb atalgan Munbat Suriya birdilla O'rta Sharqdagi lovuldab turgan qaynamga aylandi. Bu yerga dunyoning har qaysi joylaridagi jihodchilar Suriyaga parvonadek kelishga boshladi. Gerçi bu urush o'ti shimoldagi Turkiyaga tutashtirilish uchun oldin planlangan bo'lsa-mu, biroq hayajon musulmon yoshlar va bilmas kishilar bu yerda o'ynalayotgan razil o'yindan bexabar holda, xuddi parvonalar o'zini o'tqa otgandek, kayni-kaynidan o'zlarini Suriyadagi g'oyat zo'r o'tqa otdi. Oqibat Suriya butun dunyodagi har qaysi cho'ng davlatlarning turli qurol yaroqlarini sinoq qiladigan aplik yeriga aylandi. Bu yerga to'planayotgan kishilar bo'lsa, Rossiya va Suriya havo armiyasining qo'lida bug'doydek o'rilib, qor yog'ochdek behuda qirilib ketdi. Adiljon Suriyadagi har qaysi qurolliq guruhlarning xarakteri va zarba berish nishoni haqida mundoq deydi. Suriyadagi qurolliq guruhlar ichida Amerika boshliq g'arb qo'shinlariga qurol tanlaganlar faqatla atalmish ba'zi tashkiloti va uningdan yuz o'rib yangidan o'tirg'i chiqqan Daesh edi. Boshqa har qaysi o'qituvchi kuchlar faqatla Suriya Asad hokimiyati va uning aktiv qo'llovchisi bo'lgan Rossiya qo'shinlariga qarshi jang qildi. Ular izchil Amerika boshchiligidagi g'arb allaridan zolim Asad va uning tayanchi Rossiyaga qarshi yordam kutib keldi. Hozirmi shundoq. Odiljonning ilgari surishicha, sobiq Turkiston Islom partiyasining koni xodimlari tashkillab chiqqan Turkiston Islom partiyasi Sham ahliga yordam berish brigadasi eng gullangan mezgilda Suriyadagi eng cho'ng ikki kuchning biri bo'lgan. Hatto ularning kontrol qilayotgan joyi Jisr Shug'ur, Idlibdanmi halqib, Harmida, Atmi, Dana, Sarmada, Qo'rqoniya, Salqin, Turkmentig'i va Suriyaning g'arbiy shimolidagi bir qism strategik ahamiyati zo'r joylarda mavjudligini va ta'sirini saqlab kelgan ekan. Yana birisi Abu Muhammad Jolani boshchiligidagi Tahrirur Sham, ya'ni Shamni ozod qilish fronti bo'lib, u hozirgacha o'zining amaliy kuchini saqlab kelmoqda.
Germaniyadagi Berlin Ferrell tadqiqot markazi FCFS e'lon qilgan bir dokladda Uyg'urlardan tashkillangan qurolli guruh tunji qitim 2012-yili iyulda Suriyadagi Halabning g'arbidagi Jabal Shayx Sulaymon bazasida paydo bo'lgan. 2014-yili fevralda rasmiy qurilgan. Uning diniy ideologiya tavalliki islom asliyatchiligi deb baholangan bo'lsa, milliy mansubiyati turkistonchilik, turkchilik va turonchilik deb baholangan. Dokladda yana bu guruhni qurgan kishining ismi Abu Riza Turkistoni ekanligi. 2015-yili Suriya havo armiyasining uni Jisr shug'urdagi doktorxonada bombardimon qilib o'ltirgandan keyin İbrahim Mansur ismli birining ataman bo'lganligi aytilgan. Dokladda ularning asosliq harakat doirasi Jisr shug'ur, Idlib, Halab qishloqlari, Homus, Laziqiya qishloqlari va Iskenderon rayoni ekanligi. Ular ittifoqlashayotgan boshqa qurolli guruhlar qatorida Nusrat fronti, Erkin Suriya armiyasi, Chechen qurolliqlari, O'zbek qurolliqlari, Rahman brigadasi, Aqsa askarlari, Sham qo'shini, İmam Buxoriy jamoati, Tavhid polki, Islom fronti, hatto ba'zi tashkiloti, Taliban va Daesh qatorliq terrorlik tashkilotlarimi tilga ilingan. Texmo hayron qolarligi bu dokladda mazkur qurolliqlarni parda orqasida aktiv qo'llayotgan kuchlar tartib bo'yicha Turkiya Milliy istixborot organi MIT, Türkiye Armiyasi, Türk Kökböri Təşkilatı, Qatar, Saudiya Arabiston və Amerika bolğan. Bu dokladның ən tetiksiz tərəfi şuki, ular Suriyadagi qurolliq Uyg'urlarning sonini 2012 yildan 2019 yilning oxirigacha bo'lgan oraliqda taxminan 16 ming nafar. Ailesideki barliq jon soni bilan qo'shganda ularning jami 64 ming Uyg'ur ekanligini aytgan. Buning mubolag'a va tuhmat ekanligi ochiq ko'rinib turibdi. Chunki Turkiyadagi Uyg'urlarning umumiy sonimi 50 ming atrofida mo'ljallanayotgan tursa, Suriyaning olqonchilik joylarida 64 ming Uyg'ur nimish qilsin? 2017-yili martda İsrailiya istixborot organimi Suriyadagi Uyg'urlar haqida 10 minglarcha Uyg'ur qurolliqlar Suriyada jang qilmoqda deb bir doklad e'lon qilib, qattiq norozilikka duch kelgan edi. Adiljon yuqorqi har ikki atalmış dokladni qat'iy rad qilib, o'zi ko'rgan va bilganlari asosida mundaq deydi. Biz Suriyaga kirganda İbrahim Mansur qo'mondan kentoq. Suriyada Daeshga qatnashib qolgan Uyg'urlar faqatla 100 nafardan 150 nafar geçti. Biroq ularning hammasi 2019-yilgacha asosan o'lib tugidi. 2018-yili İbrahim Mansurning o'rniga Kevser ismli bir qo'mondan almashdi. Turkiston Islom partiyasining hozirgi amaliy kuchida Uyg'urlarning nisbati azlab ketgan bo'lib, taxminan 2000 nafar Uyg'ur askar bor. 5000 dan 10 minggacha bo'lgan Uyg'ur ideyasini ozod qilib, Yilgar Xitoyning suiqasdlarini anqirib, biz bilan qaytib chiqib, Turkiya va boshqa davlatlardagi sabdoshlar bilan ideya birligi hosil qilib, erkinlik uchun, qonunli holda kurash qilish uchun universal salohiyat hozirlamoqda. Xitoy 9 million Uyg'ur xalqini turli razil vositalar bilan turmalar va lagerlarga solib elib, untinsiz ko'zdan yo'qotqashqa 7 yildan buyon oilasi bilan aloqalash baxmagan. 3 yildan buyon musibat xabarlari bilan zarba yegan bu Uyg'urlar barliq ishki ixtiloflar va ideviy surkilishlarni qayrib qo'yib, aktivlik bilan birlik hosil qilib, imkoniyatining yetishicha ijtimoiy faoliyat olib bormoqda. Türkiye hükümeti burun Daeshga qatnashgan, keyin tövbe qilib qaytib chiqqan Uyg'urlarga bir xil kod silib qo'ygan bo'lib, ularning ba'zilari texcha tutib turish o'rinlarida turibdi. Ba'zilari nazorat ostida yashayotdi. Ular har qaysi joylardagi soqchi idoralarga har haftada bir qitim berib, imzo qo'ygandan keyin uyga qaytib keladi. Turkiston Islom partiyasining Suriyadagi harbiy harakatlarini Türkiye'nin Suriye'deki bir resmi harbiy hareketi ve terörlük hareketi deb qarlab kelgan Suriye Bashar Asad hükümeti 2020 yılının başları e'lon qilgan dokladida
Türkiston Islom partiyasining Suriyada qo'zg'agan urushlari haqida tuvandikidek uchurlar berilgan. O uchurlarda mundaq deyilgan. Türkiston Islom partiyasining unsurlari 2015-yili 18 mart Idlibdagi Kafiriya va Foaga qorshab hujum qilgan. Undan keyin 2015-yili apreldan avgustgacha Idlib, Al-G'ab tuzlangdagi Jisr Shug'ur, Ariha va Mastuma harbiy gazarmasiga biroqli hujum qilib, shu joydagi eng xatarli o'qituvchi qurolli guruhga aylangan. 2015-yili 8 sentabr Idlibdagi Abu Zuhur havo armiya bazasiga hujum qilib, 71 nafar suriyalik ofitser askarlarni o'ldirib, 9 sentabr bu muhim bazani qo'lga tushirgan. Undan boshqa Turkiya Hatayga tutash bo'lgan Laziqiya o'lkasidagi Suriya armiyasi joylashgan barliq tayanch punktlarga qilingan hujumlarning hammasini degidek Türkiston Islom partiyasining unsurlari sodir qilgan. Ular yuqorqi harakatlar orqali Rossiyaning Tartus porti va Hümeymim harbiy bazasiga tahdid elib kelgachga Vladimir Putin Abu Zuhur havo armiya bazasi hujumidan 20 kun o'tgandan keyinla Suriyaga askar chiqadi. Natijada 2015-yili 29 sentabrdan boshlab Rossiya havo armiyasi uda 3 oy Idlib va Halepdagi hukumatga qarshi kuchlarni bombardimon qilib, urushdagi tashabbuskorlik huquqini terrorchilardan qaytirib oldi. Ammo Türkiston Islom partiyasining unsurlari tan bermay 2016-yili aprel va mayda Halep, Til Ays va Xon tumanda hujum qo'zg'ab, quruqliq armiyamizni eg'ir chiqimga uchratdi. 2017-yilning oxiri Rossiya havo armiyasi aeroplanlari Hümeymim havo armiya bazasidan ko'tarilib, Türkiston Islom partiyasining a'zolari yig'ilib, bayram qilayotgan naq maydonni bombardimon qilib, Türkiston Islom partiyasining nurg'un a'zolari va oila tavobatlarini yo'qotgandan keyin mazkur qurolliq unsurlar yurikini qapta qilib 2018-yili 8 yanvar o'sh ilish hujumi qo'zg'ab, Rossiya armiyasi bevosita saqlayotgan Tartus porti va Hümeymim havo armiya bazasiga umumyuzlik hujum qildi. Ularning buncha yurakli holda Suriyadagi eng mukammal mudofaa qilinayotgan ikki o'ringa hujum qilganligidan ko'rivilishga bo'ladi-ki, ularni Erdo'g'an bevosita avatgan. Pul va istixborotni Amerika, qurol-yarog'ni Turkiya izchil ta'minlab bermagan bo'lsa, Türkiston Islom partiyasining unsurlari hukumat armiyamiz va Rossiya bazalariga hargizmi bunchalik eg'ir talafot yetkazilmagan bo'ladi. Suriya Asad hukumati Türkiston Islom partiyasining qurolliqlariga qarshi urushlarda uda mag'lub bo'lganligining sabablarini, tabiiy yer shaklining ularga ziyonli bo'lishi va chet ellarning Türkiston Islom partiyasiga bergan atalmış harbiy yordamlarga döngep turib, sharmandalik bilan mundaq deydi. Bu terrorlik tashkiloti Suriyada qurolliq o'qituvchi guruh qurdi. Washington va Ankara uni qurol-yarog', harbiy uchur va terrorchilar bilan qo'llaydi. Ular o'zini niqoblash uchun bayonotchi ishlatsa, Suriyalikni ishiltidi. Bu tashkilotning qurolliq unsurlari Suriyaning Laziqiya tavasiga joylashgan bo'lib, bu joy turli terrorlik tashkilotlari eng zish yo'shiringan rayondir. Chunki u joy tabiiy va sun'iy o'nkirlar bilan to'lgan tog'liq rayon. Bu rayonlarga faqat piyoda urush qismi orqali borg'ili bo'ladi. Shunga armiyamiz quruqliq hujumida izchil eg'ir chiqim tortib keldi. Bu joy yana ishg'ol qilingan Iskandaron o'lkasiga qo'shni rayonga joylashgan bo'lib, bu orqali Turkiya axborot va armiyasining harbiy ashyolari va qurollarining yetib kelishi ko'p osonlashidi. Türkiston Islom partiyasi yana Halep, Laziqiya xalqaro tosh yo'lini kontrol qilib olgan. Bu yo'lning Suriya armiyasi qo'lida ozod qilinishi Jisr al-Shug'ur va Shimoliy Al-G'ab tuzlanligining aloqasini uzib tashlaydi. Bu Turkiya xohlamaydigan ahvol. Suriya armiyasi bu yerni ozod qilish uchun bir qancha qitim uringan bo'lsa-mu, ammo zodli muvaffaqiyat qozona olmadi. Rossiya va Suriya havo armiyasi necha yuzdan ko'p havo hujumlari va qattiq bombardimonlarni elib berib, Turkman teg'i, Kurdlar teg'i rayoni va
Kubanidagi bir qancha terrorlik o'rinlarini vayron qilib, sharqda Jisr al-Shug'urgacha qistab borgan bo'lsa-mu, biroq bularning hech biri qarg'a kelmadi. Turkiston Islom partiyasining qo'rg'onlari va mudofaa istiqomlari puxta va kuchlik. Undan boshqa Turkiya armiyasining yordami, Turkiston Islom partiyasining unsurlari yo'shirinib olgan o'nkirlar va g'orlarning cho'nqur bo'lishi tufayli doimlik odatdagi boshqariladigan bomba bilan bularning tayanch bazalarini yo'qotqili bo'lmaydi. 2019-yili 3-oyda Al-Nusra fronti, Turkiston Islom partiyasi va Turkmen dengiz qirg'iqi qatorliq terrorchi guruhlar birlashib, Latakiyaning sharq-shimolidagi yezlarga cho'ng hujum qo'zg'adi. Ular hamisha urush aeroplanlarining yo'tkilishi va yo'tkilishiga ta'sir ko'rsatadigan nachar va tumanliq havo sharoitidan foydalanib, tuyuqsiz hujum qilg'ashqa, ularning turli terrorlik harakatlarini to'sishda va zarba berishda har qitim og'ir talafotga uchrab keldik. Ularning hozirgi asosliq tayanch bazasi Latakiyadagi Kubani, Cheher-Shug'ur va Jabal al-Akrat rayoni bo'lib, Idlibning g'arbiga tutishdi. Suriya armiyasi ular bilan izchil tirkishib, Rossiya havo armiyasining yordamida ularning Tardin, Katsindo, Xadada to'piliki va Padichitig'idagi tayanch o'rinlarini xeyli uzun bombardimon qildi. 2019-yilning keyingi yarmida bo'libmi 7-oyning 5-ida mazkur terrorchilar Suriya armiyasining Turkmen tig'idagi tayanch o'rniga cho'ng hujum qo'zg'adi. Shuningdan keyin bu yerdagi janglar besiqmadi. Aksicha uzilmay davom qilib, askarlarimizga og'ir talafot keltirdi. Ferrel markazining uchurga asoslanganda 2018-yili yozdan boshlab Turkiyadan avatilgan Uyg'ur terrorchilarining Xitoydan Suriyaga eqib kirishi to'xtagan. Biroq hozir Suriyada bor bo'lganlar texnik chekinib ketmagan. Chunki ularning oldida hozir boshqa vazifa bor. Ular bir tarafdan Latakiya yezlaridagi jiddiy vaziyatni saqlab, o'zini kuchaytirib, har vaqt bizga hujum qo'zg'ab kengayishi. Ondan keyin o'zi tizginlagan o'rinlarda bir qancha ming Uyg'ur terrorchisining oila tavobatlarini o'rinlashtirishi mumkin. Turkistonliklar Jisr al-Shug'urning g'arbidagi Munbat yezi qishloqlarni toki Kubaniga qadar egilib oldi. Ular bir tarafdan daraxtlarni kesib, yog'och sassa, yana bir tarafdan Suriya armiyasining Zayzon punktini cho'p turklarga setibadi. Bularning hammasi Turkiya kuzatish nuqtalari va Turkiya armiyasining ta'sir doirasi ostida elib berilayotgan bo'lib, ikki taraf o'rtasidagi hamkorlikning eng cho'ng dalili shuki, Turkiston jangchilari Turkiya armiyasining mashina atirtini uzitib qo'yganda, ularni qurolli qo'g'dab, chegaragacha aman esan uzitib qo'ygan. Suriya taraf yuqorqi dokladida yanili Turkiyaga qari chaplab shundoq deydi. Turkiya Suriyada Turkiston projekti orqali Suriya zeminining g'arbiy shimolini Uyg'ur qurolliqlariga o'tkazib bermoqchi bo'lyapti. Turkiya planlagan bu tur Idlibning g'arbi va Latakiyaning yezlaridan toki Iskenderonning janubi va sharqigacha so'zilgan mustaqil gavda barpo qilishni maqsad qiladi. Ferrel markazi bu planning taxminan 200 ming Turkistonlikning o'ltiraqlashishini taqozo qiladiganligini, bu sonning Uyg'ur qurolliqlarining oilasini o'z ichiga oladiganligini faraz qilgan. Shunlashqa Turkiston oilalari mayli Rabiya qatorliq shaharlarda bo'lsin, mayli salqing'ichi bo'lgan orliqda Turkmen tig'i va Jabal al-Bayrning yanida o'ltiraqlashsin, ish qilib ular uchun Jabal al-Sumaqda yangi uy va o'ltiraq rayon qurilyapti. Berlindan Turkiyaning 2011-yildan boshlab taxminan 300 ming Uyg'urga Turk davlat tavalligi berganligi to'g'risida jazmlashtirilgan uchurlar bor. Adiljon Kazzab Suriya hokimiyatining yuqorqi safsatlarini asosan inkor qilib mundaq dedi. Xitoy va Rossiyaning kuchki Suriyaning yuqorqi bayonlari qip-qizil yolg'on. Turkiyadagi Uyg'urlarning umumiy soni 60 mingga to'shmaydi-yu, 300 ming Uyg'urga Turk davlat tavalligi berdi. Suriyada 64 ming Uyg'ur bor degandek yolg'on yovdaq gaplarga butun dunyo kulibli qo'ydi xolos. Yuqorqi doklad xuddi Xitoylarning bizni qaralab tayyorlagan saxta bayonotlarga aynan o'xshab ketar ekan.
Şuna bu haqda artıq talaş tartış qilish behojat. Turkiston Islom partiyasini Türkiye'nin bir resmi qismi, Türkiye'nin kanton armiyasi deb bildirlashlari yanılı Suriye bilen Türkiye'nin düşman devletler ekanligidan bo'lgan. Balkim bizdan boshqalar foydalanib ketayotgan bo'lishi mumkin. Ammo biz hech kimning qo'shuni emas. Balki o'z tizginimiz o'zimizning qo'lida bo'lgan, qon qisosga bo'g'ilgan, Xitoydan intiqom olish uchun fursat kutayotgan va mudofaada turib o'z mavjudligini saqlayotgan xalq askarlari. Biz keyincha butun dunyoni Xitoy vahimasidan qutqizadigan kuchlarning eng oldingi saf erkinlik jangchilari. Faqat Xitoyning g'alchisiga aylanib bo'lgan kuchlarlar bizni Xitoyga o'xshash shaklda qarlaydi. Biroq buninglik bilan biz aslo voz kechmaymiz. Endi o'zimning ko'rganlarga kelsam, garchi men 2015-yili 5-oktyabr o'rinlish bo'lgan bo'lsam-mu, biroq men 2015-yili 10-oktyabr janggohga kirishni tanladim. Chunki u kun Xitoy tajovuzchilarining sadichindan chiqib, vatanimizni ishg'ol qilish uchun qo'zg'algan qora kun. Demak, 1949-yili 1-oktyabr Xitoylar Stalinning yordamida davlat qurganda vatanimiz ularning xaritasida yo'q edi. Faqat shu yili 10-oktyabrdan 1950-yili 18-yanvargacha bo'lgan 99 kunlik siliq tajovuzchilik yilisi bepoyon va munbat vatanimizni ishg'oliyat ostiga tushirib qo'ygan. Mening buncha baldurli jangga kirishim u yerdagi jiddiy vaziyatning taqozosi edi. Chunki men Suriyaga kirishdan 7 kun burun Rossiya taraf Suriyaga askar chiqargan bo'lib, Rossiya havo armiyasi 2015-yili 1-oktyabr payshanba Suriyaning Jisr al-Shug'ur, Xama, Idlib, Xumus qatorliq rayonlardagi o'qituvchilar egilab turgan bazılarını bombardımon qilgan. Liva Shug'ur Al-Jabal qurolliq o'qituvchi guruhisining bayonotchisi Reuters agentligiga bergan bayonotida Rossiya urush aeroplanlari bu guruhning Idlibdagi muhim bazasiga boshqiriladigan bomba atganligini bildirgan. Amerika davlat mudofaa ministri Rossiyaning harakati o'tqi benzin chashqanlik degan bo'lsa, Oqsaroy bayonotchisi Rossiya diqqatini Ras islom davlatiga markazlashtirsa, u Amerika boshchiligidagi ittifoqqa has qo'shgan bo'ladi deb ko'rsatgan. Rossiyaning harakati yana Turkiyani bearam qilgan. Turkiya payshanba kunila Rossiyaning harakatidan qattiq andish qilayotganligini bildirgan. Biroq Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov mazkur havo hujumida Asadga yordam berishni maqsad qilganligini rad qilib, terrorlik qarshi urush qilyapmiz degan. Shundoq bo'lg'achqa, men o'zimni harbiy mashq qiladigan yerda emas, balki haqiqiy janggohda ko'rdim. Asad hokimiyati o'ruslarning havo hujumi yordamida bir haftadan buyon Turkiston Islom partiyasining Jisr Shug'ur tavasiga qistab kelayotgan ekan. Biroq biz aplik yer sharoitidan foydalanib, ularga qattiq talafot keltirib qo'g'livatdik. Shundala bu qitimqi mamatliq cho'ng urushga safarbar qilingan mendak yangi kelganlar har holda bexatarrak bo'lgan shimoldagi chegara rayonga qaytirildik. Men u yerda har xil qurollarni chuvishni va yeni tipdagi qurollarni bemalol ishlatishni bir oyda o'rganib bo'ldim. Badan sapa xilali yaxshi bo'lg'ashqa har kundagi harbiy mashqlarni puxta o'zlashtirib mangdim. Noyabrning oxirgi kunlari sardashlarimiz Suriya armiyasidan o'lja ilingan bir tankini baziga elib keldi. Komandirimiz yangi kelganlardan sho'pirlikdan xabari borlarini tanlab, oldi bilan shularga tanka haydash haqida ta'lim bermoqchi bo'ldi. Menmo shu qatorda tanlandim. To'limi afsus. Necha kun o'tmay 2015-yili 24-noyabr seshanba Türkiye chegara mudofaa kurashchi aeroplanlari Rossiyaning Soxoy belgilik bombardimonchi aeroplanini etib tushiribdi. Shuning bilan Rossiya taraf buning ochiqini Türkiye taraf qo'llayotgan Bashar Asadga qarshi o'qituvchi guruhlarni bo'libmi Turkman teg'i yenidagi Bayir Bo'chaq turkmenlari bilan erkin Suriya armiyasiga qarashliq barliq qurolliqlarni vahshiylarcha bombardimon qilib chiqadi. Ular buning bilan qolmay Turkiston Islom partiyasining kontrolligida turayotgan muhim tayanch punktlarga uda havo hujumi qilib, Asad qismlariga madad berdi. Oqibat
men musabdoshlarim bilan birga yana bir qatim tayanch punktlarimizni qo'g'dash urushiga qaytadan safarbar qilindim. Undaqda Adiljon va uning sabdoshlari Ruslarning bombardimonida hayot qoldimi? Hayot qolgan bo'lsa, uni yana qandoq qismatlar kutib turadi? U qandoq bo'lib qaytib chiqishni qaror qildi? Bularga qiziqsangiz, diqqatingiz kelarki qismida bo'lsin.